Shu darajada mashinani o'zimizdan ustun. Bitta joy qirilib qolsa, 7 oy kayfiyat yo'q. Qirilib qoldi. O'l, qalbing qirilmas mashina. Badaning qirilmas, o'lib ketsin o'sha mashina, urib oldim. Ha, nima bo'lib turib olgan bo'lsang? Urib olding, bo'ldi, tamom. Odam boshini urib olyapti, mashina nima endi? Mashinani bir alohida hayotimizni mazmuniga aylantirib qo'yganmiz. Yo'q, bu so'zni karshi piyozdaqa bitta narsa deb qabul qilish kerak buni. Sotilib ketsa, o'lib qoldim, osam osmonga chiqib. Bu bizi ahmoqligimiz bu. Ruschasiga tupoyligimiz bizi bu. Ha, berdi, mendek oldi, piyada ketilaveradi. Ha, bugun odam turib mashinasiga qarayotgan kim? Biz bo'lamiz o'sha. Odamga qaramay qarab, mashina yaxshigan o'zingiz yaxshimisiz deydi. Agar mashina bir narsa bo'lgan bo'lsa, ko'zingga qaramaysanmi? Ana odam xillayotgan bo'ladi. O'lib qolsin o'sha mashina, deydigan odamni o'zi yo'q edi. O'shaning uchun aytib beraman orada.